Samandarga mani qo'limga bir kitob yetib keldi. Milliardlarni kashf etgan bozor, aksiyalar bozori haqida o'quv uslubiy qo'llanma. Buni siz yozgansiz-a? To'g'ri, bu kitobni sherigim bilan birga Abbosbek To'rabedinov hozirda Amerikada istiqomat qiladi. Ikkovimiz birgalikda bu kitobni yozganmiz. Kitob asosan qimmatli qog'ozlar dunyosini, ichki sirlarini to'liq yoritib bergan. Siz masalan shu kitobni olib ham noldan bemalol professional darajagacha o'zingizni salohiyatingizni oshirib borsangiz bo'ladi. Demak, siz hozir ommalashib borayotgan trading yo'nalishi bilan shug'ullanasiz. Albatta, Bu yo'nalishga kirib kelganingizga qancha bo'ldi? shu qimmatli qog'ozlar bozorida savdo qilayotgan, real savdo qilib kelayotganimizga 5 yil bo'ldi. Kitob yozish g'oyasi qayerdan kelgan? Kitobni yozish g'oyasi bu sohani chuqur o'rganib boshlaganimdan keyin shunday fikr keldiki menda, O'zbekistonimizda iqtidorli yoshlar ko'p. Bu dunyo sohasini o'zlashtirib, o'z biznesimni shakllantiraman yoki kelajakda men ham dunyo boylaridek yirik kompaniyalarga asos solaman va yirik investitsion faoliyatlarni amalga oshirib, o'z davlatim ravnaqiga, iqtisodiyotiga o'z hissamni qo'shaman degan yoshlarimiz uchun bu asosiy yaxshi qo'llanma sifatida bo'lsin deb shu kitob shakliga keltirdik. Hozir ko'pchilikda shunaqa dunyoqarash shakllanib qolgan, yoki ishlash kerak, daromad qilish kerak, yoki o'qish kerak degan. Shu narsaga siz fikringizni bilmoqchiman. Mashhur bir investor bor. Buni ko'pchilik tanishsa kerak. Warren Buffett deydi. O'sha mashhur investorning bir gapi bor. Siz qaysi sohada bo'lishingizdan qat'iy nazar, sohani boshlashdan oldin o'sha sohani ilmini oling degan so'zlari bor. Hech bo'lmaganda o'sha sohada aqalli bitta kitob tugatgan bo'lishingiz kerak o'qib degan. Bu endi masalan siz qaysi sohaga yo'nalish olishda masalan o'zingizni tabiatingizdan kelib chiqib, siz qaysi sohaga moslasha olasiz, qaysi soha sizni kelajak sifatida ko'ra olasiz. O'sha ko'ra olgan sohangizda ilmini olishingiz kerak boshida. Bu sizga yo'l xaritasidek gap bo'ladi. Siz o'zingiz yo'nalishingizni to'g'ri chizib bila olasiz. Sohada qanaqa faoliyatni yuritsam, qaysi yo'nalishda davom etsam, men o'zimni shu sohada ko'rib va o'zim shu soha bilan rivojlanib bora olaman degan fikrlarda sizda o'sha aniq javobi kelib chiqadi. Trading kabi zamonaviy kasblarda o'z ish faoliyatini olib borayotgan yoki o'rganayotgan insonlarga universitetda o'qish kerakmi? Ya'ni ularga diplom kerakmi? Butun dunyoda o'z kasbim bo'yicha mashhur inson sifatida tanilaman deydigan yoshlarimiz hozir kam emas. Chunki hozir dunyoviy kasblarni egallash ancha urfga kirgan. Lekin siz dunyoviy kasbni egallab turib ham diplomingiz bo'lmasa, bu ham sizga kelajakda masalan sizni darajangizni qanchadir darajada belgilab berishga to'sqinlik qilib qo'yishi mumkin. 5 yildan beri investitsiya bozoridasiz, shu bilan bir qatorda o'qiyapsiz. Albatta. Hozirda Toshkent ijtimoiy innovatsiya universiteti iqtisodiyot yo'nalishida 5-bosqich talabasiman. Sizni ko'rib turgan yoshlarga 3 ta tavsiyangiz. Birinchi tavsiyam bilim olish kerak. Bilim muhim narsa. Ikkinchi tavsiyam maqsad qo'yish kerak inson oldiga doimiy. Chunki maqsadi yo'q inson maqsadi bor insonlar uchun xizmat qiladi deydi. Uchinchi tavsiyam har bir yoshlarimiz o'z ustilarida ko'proq ishlashlari kerak. O'zlarida yashirinib yotgan qobiliyatni o'shandagina topib olishadi. Samandar aka, samimiy suhbat uchun rahmat. Shu o'rinda so'rab o'tishim kerak. Mana 5-kurs ekansiz. Universitetimizni eng yaxshi sizga yoqqan 3 ta tarafi. Toshkent ijtimoiy innovatsiya universiteti birinchi eng yaxshi tomoni o'qitish metodikasini yaxshiligida. Ikkinchi yaxshi tomonini baralla aytaman. O'qituvchilarimizda yaxshi zamonaviy talqinda dars berishlar. Bu juda menga manzur kelgan holatlardan biri. Universitetimiz yana 3-chi eng yaxshi tomoni bu zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan. O'qitish metodikalari uchun eng kerak bo'ladigan zaruriy qurilmalar, qo'llanmalar hammasi mavjud. Ayniqsa mana kitobxonasiga tashrif buyursangiz, siz uchun kerakli bo'lgan adabiyotlarning barchasini topa olasiz. Toshkent ijtimoiy innovatsiya universiteti kelajagingiz haqida qayg'uradigan manzil.